Azizlar, albatta endi nima deydi? Farzandlar paydo bo'ladi, to'ydan keyin baxtli onlar keyin boshlanadi. Oilani mustahkamlaydigan bu farzand. Bir bolacha birovni bog'iga o'g'irlikqa kiribdi. Rasa olmalardan o'g'irlab maykaga solib tursa, bog'bon ko'rib qolib, "Ey bola, tush pastga, padaringga la'nat. Uyalmaysan o'g'irlik qilgan" desa, "Qara o'ltog'o, men o'g'irlik qilmayapman" debdi. "Nima qo'ydirsan daraxt tepasida" desa, "Bitta olib pastga tushib ketganiga olib joy qo'yib qo'yapman" demiş. Nariroqqa borsa yana bitta o'tirganmiz. "Senga nima bo'ldi? O, men qara, qo'ni qo'shnimiz, uyalmaysanmi? Hali qarab turib otangga aytaman. Ta'ziring berib qo'yaman" desa, olmadan qarchilab, "Qara o'ltog'o, mana otam bari urushmaylar" debdi. "Nega urushmaydi" desa, yana olmadan qarchilab turib, "Chunki otamni o'zi ham hovlarga daraxtda o'tiribdi" dedirmish. Ota-bola gezir nima deysiz? Bir bolacha oyog'ini tagiga 5 ta g'ishni qo'yib olgan, g'ishni ustiga chiqib olib, eshikni qo'ng'irog'ining knopkasiga qo'lini cho'zyapti demiş. Hech yetmasmish. O'zi ham 5 yashar bolacha, sakrasam yetmasmish. Bir tarvuz ko'targan odam podyezddan chiqib ketadi. "Ha, jiyan, qo'ling yetmayaptimi? Shu knopkani bosib beraymi" desa, "Ha, tog'a, bosib bering" debdi. Tarvuzni yerga qo'yib, charchab, terlab ketgan bunday terlarni menga o'xshab artib olib, bunday artibdi-da. Bunday cho'ntaga bunday solibdi-da. Necha marta bosyapsiz? 5 marta debdi. Erinmagan sortni qarang. Zing 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 5 marta bosib, "Ana, endi nima qilamiz jiyan" desa, "Endi qochamiz to'adirmish." Bolalar ham har xil bo'ladi-da. Endi do'stlar, bolalarimiz bor hammamizda, bolalarimiz kelajakligi aytdik-ku. Yaponlardan ham aqlli bolalarni biz o'zimiz yetishtirib chiqishimiz kerak. Mana aytmoqchi bo'lgan narsa, bu yerda yana ko'proq yoshlar o'tirishibdi. O'sha yoshlar bor bir narsa. Bittasi, qarang, Jigulda ketyapti demiş. Shahar, katta shahar o'zida. Yonda xotini ketyapti demiş. Kulma, kulma. Shaharda nima ko'p? Svetofor ko'p. Svetofordan shu o'tgan ekan, gayla turgan ekanding, bir gay yugurib chiqib, to'xtatibdi. Endi gay degan so'zimiz bu ruscha so'z, o'zbekchasiga dan bo'ladi. Dan, davlat avtomobil nazorati. Demak, haligi yigit svetofordan o'tgan ekan, dan turgan ekan, dan chiqib birdan to'xtatdi. Hali yigitam birdan to'xtab shunday qarasa, dan kelib birdan ches berib, "O'rtoshab yormasiz, tabriklayman. Mana svetoforimizdan ko'k chiroqda o'tdingiz. Biz 1 soatdan beri tekshirish olib boryapmiz. Ko'pchilik sariqda ham, qizilda ham o'tib ketdi. Biz ularni ushlab jarima soldik. O'sha jarima hisobidan sizga biz 10 ming so'm mukofot bermoqchimiz" desa, haligi Shopir ukamiz xursand bo'lib ketirmadirmish. "Aka, yaxshi bo'lardi. Kakras bitta prava sotib olmoqchi edim" dermish. Hali prevez yo'qmi? Beprava shaharda yuribsizmi? 4 kishini olib. Qani pastga tushing. Biz sizga mukofot bermoqchi edik. Pastga tushing, nomata. Qo'lni qayirib tortib chiqaryapsa, yonda o'tirgan xotinini eriga rahmi kelib qutqarmoqchi bo'lib nima dermish? "O Shopir aka, Gay aka, qo'ying endi shu ichgan odam bilan teng bo'lib o'tirasizmi? Mas odam bilan teng bo'lmay, iltimos" dedi. Hali bu masmi bu? Hali ichib olib beprava shaharda yuribsizmi? Pastga tushay deb tursa, orqadagi qaynotasi uyg'onib ketib, chegaraga yetdikmi o'tirmish. Qanaqa chegara otaxon, sizda ham bir gap borga o'xshaydi. Siz ham pastga tushing desa, qarasa qaynonasi o'tirganmish. Qaynonasi chik eshikni ochib qochib ketyapti demiş. Jigulidan tushib olib oyoq yalang kampir odam menga qo'yib ketyapti demiş. Keldidan gaylar zo'rg'a quvib to'xtatibdi. Ona tishlaymi? Siz haqingizda hech qanaqa gap gapirganimiz yo'q. O'zingizdan o'zingiz qochib yordingiz. Tishlaymi desa, bolam, men bularga 1000 marta aytdim. O'g'irlangan mashinada uzoqqa borib bo'lmaydi" dedim. Rahmat. Juda chiroyli konsert bo'lyapti. Soat 9:10 bo'lishiga qaramasdan hali ham yelpinib o'tiribsizlar, menga o'xshab. Chunki bugun hammalaringga dam, havo dim bo'ldi. Yaxshi ham inson plasmasadan paydo bo'lmagan. Hozir erib ketib qolgan bo'larmidi ko'pchiligimiz o'ylab. Issiqqa chidolmasdan, konsertdan hamma chiqib ketadi shunday qilib. Birov bunday qo'ygan. Ko'ndalang ketyapti bunaqasiga. Ha, desa, "Hojiboy, Tojiboy, konsertga kelgan ekan.
2 soat o'tirib erib ketib qoldik. Orqasidan erib ketadi. Qaqa ketadi, to'xta. Qarsalarga rahmat. Bu tomonlarga rahmat. Gullarga rahmat, gullarga rahmat.